hayotda bu ma'nosi har xilda. Avvalo bu har bir gapimizda ma'no borda. Ma'noni o'zi ma'nodan olingan ma'no. O'yin ichida o'yin, o'sha o'yin ichida yana o'yin. Motivatsiya qilishga, masalan, hojatxonaga kirdingiz, to'g'rimi? 2 qavatli qog'ozdan orqangizdan. Qolganni ma'mbuza yasabsiz qolganni. Ko'p bo'ldi. Sizga shu narsa saboq bo'ladiki, qog'ozni 3 qavat yoki 4 qavat qilasiz. Qog'ozni 4 qavat qilgan artingiz. Xirchillab ketdi-ku. Demak, saboq bo'ladi. Qog'ozni 8 qavat qilasiz. Ana undan keyin ajoyib natijaga erishadi. Assalomu alaykum. Ko'ting chidasa o'yna. Ko'ting chidamasa bor naryoqda o'yna. Davratga bilan uraymi aka? Ko'dim yaxshi chidaydi aka. Biladi. Zakonda yo'q-ku bular. Qalbingiz nima deyapti, aka? Qalbingiz nima deyapti? Ana buraydi. Nimaga qo'shasiz? Texnika, u ana Xitoydan bitta gandan chiqarilgan texnika olib kelib beraman. Uzoqda eshakni ko'rmoqdaman. Otlar, eshaklar, qo'ylar, mollar. Hayvonlar olamida. Kuching beradi. Tabii qara. Maymunlar ham bor ekan jalla. Uka, nosing bormi? Qilmadingizda billa. O, spirtingga tep. Oyna, meni ham yaxshi yashagim keladi, boy bo'lgim keladi. Prosta Bular ishlagim teguvdi-ku. kelaydi-da. Araq o'lsin, yedi sani bu araq. Yedi. Ko'chaga yurolmayapsan. Aka, iltimos. Bila. Yana ko'ramanmi shu yerda? Yo'q, boshqa ko'rmaysiz aka. Qayt ko'rmay, tushundingmi? Gardinami gaski. Sardor, gardon, men senga aytdim, ha? Sakrab qo'ydi bular Sani bilan chorni jalab. Davlat aka, siz gandonmisiz aka? Menga bu tog'im tani dalbayo'g'i bilasiz. Bana ellerini belirle ki yaxshi ishtonsa. Samishdi. Damazini o'rtaga Hazrati Davud ursin olaman dedi. Ta'diyatda kallakka. Kontent qara. Billa. Endi Ramazon o'rnatding do'stlar. To'g'ishda yig'ishtiring. G'iybatda yig'ishtiring.